Bolalarda spina bifida, autizm, DTSB, gidrotsefaliya bo'yicha qaysi vrachga murojaat qilib, qaysi usulda davolasa bo'ladi? 20 yildan ortiq tajribaga ega professor, bolalar va kattalar neyrojarrohi Serdar Kabatashga murojaat qilish mumkin. 12-13 dekabr kunlari Toshkent shahrida joylashgan Regen Tashkent klinikasiga turkiyalik professor, neyroxirurg Serdar Kabatash tashrif buyurmoqda. Ular 20 yildan ortiq ushbu sohada juda ko'plab ilmiy maqolalar chiqarganlar va ushbu kasalliklar, ya'ni gidrotsefaliya, mikrosefaliya, autizm, DTP, spina bifida va bel churrasidagi barcha muammolarni amaliyot qilish orqali hamda hozir yangi tibbiyot, ya'ni regenerativ tibbiyotga asoslangan o'zak hujayralari, ya'ni rus tilida stvolovoy kletka bilan ham davolab kelmoqdalar va bularning natijalari juda ham muvaffaqiyatli kechmoqda. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki direktga yozing.